Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bugun xudo xolasa shu kollektorga simsiyaning o'z yo'lini qo'yib beramiz. Shu davomini ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda mana bu apparatcha ekan, mana bu podacha ekan. Bularni undan almashtirishimiz to'g'ri keladi. Shundan so'ng mana podachasi bontirabdi. Mana aka. Xudo xolasa ishni boshladik hozir. Videoning davomida ko'rib boraverasizlar. Qilib tuzatilishini. Yine xudo xolasa simsiyaning o'zi bo'ldi. Shunday ko'rinishda bo'ladi bu. Hozir to'plab bo'lgan ichki ishlab turganini ko'rsataman sizlarga. Videoning oxirida qo'yib o'taman. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefonni urib murojaat qilaverasizlar. Opisaniyada telefon nomerim qoldiraman. Bunda görüyorlarınız podachada 46 gradus gelip tuttu. Böyle görüşleriniz mümkün. Şu pasaytları töklü pola gelip tuttu. 32 gradus. Lekin böyle 40'a koyup koyupman termogalopka. Xullas to'pli polni gradusini yana bu yerdan termogalopkadan tuzatsa, ana keyin bir xil komfortli temperaturada turadi xona. Shu смесительный узелsiz трехходовой klapansiz to'pli pollarni qo'yishni maslahat beraman. Chunki iloji boricha shunday ular to'pli polni to'g'ri uстановка qilsangizlar, kotel uzoq muddat xizmat qiladi. Ham ekonomik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ozgina suv to'kilgan, e'tibor qilmanglar. To'pli pollar qizib boshladi.